Şu pampers bela çıktı, vıyvık başlandı. Pampersni kısadımı, mana ikkita buksagi pampersni qattiq qisa tushunmaydi. Bu pampersni o'zi kiydirish noto'g'ri. Men ekstranni bir yoqqa ketayotganda yarim soat, 1 soat или yo'lga taqsa bo'ladi. Keyin kerak emas. Только marli. Marlilarni ko'proq 10-15 ta qilib tashlash kerak, 20 ta qilib tashlash kerak mana shunday bo'ldi. Bolaga qo'ysin-da ishlarni ustidan kiydirsin. Bizani analarımız bana 9'da tug'gan, bizani bitta pampers taqmasdan katta bo'lganmiz bani. Burungilar ham shu. Kasal ham bo'lmaysizdi. Burun vivik degan narsa eshitilmagan, bo'lmagan yo'q. O'zi vivik deb vivik уже chiqqanini gapiradi. Bitta hozir golovkasi yo'qni ham vivik deydi. Aslida o'zi vivik golovkasi bu yoqqa chiqib ketsa vivik bo'ladi. Yosh bolalarni shu pampersni qattiq qisatdi rezinkasini. Qisqanda как раз mana golovka turgan joyi mana tepasi. Rezinka naq masjidga keladi-da, mana shuni qisqanda bu ketadi. Golovka ichiga kirmaydi-da, bu yoqqa ketib qoladi. Ana shu rezinkani qisqanda, shuning uchun rezinkani nomiga bunday qilib qo'ysin. Qattiq qisish kerak emas. Yosh bolalarning barini viviklarini mana shu pampersni qisadi-da bo'ldi. Mana bu rezinka oyoq bu yoqqa ketib qoladi, mana ichiga kirish kerak, mana sharnier. Ichiga kirmaydi-da, bu yoqqa ketib qoladi. O'zi ana shundan vivik o'zbek tilida qanaqa kasallik o'zi? Shu vivik deyotganingiz? Oyoq chiqib ketadi-da. Endi chiqib ketish deb mana vivik o'zi slovo вывернул deydi. Вывернул. Bor narsani chiqib ketdi. A bu yerda golovka yo'g'ini ham vivik deydi-da, diagnoz qo'yishyapti hozir. Golovka rivojlanmagan, yo'q golovka umuman. Nega mana qisib qo'yadi, ili qissa ham bu yoqqa ketib qoladi, ili rivojlanmagan. Mana ko'p kasallar mana nimada Instagramda ham bor. Mana rentgen do ko'rsatadi. После mandan keyin 5 ta seans ili 5 oydan keyin 7 oydan keyin tush desam 5 oydan keyin tushadi, уже golovka paydo bo'lgan. Uni ham vivik demaydi uni. Golovka yo'q, не развитый, golovka chiqmagan bu. Agar chiqib bu yoqqa chiqsa shu vivik bo'ladi. Ha bu chiqmasdan turib vivik qo'yaveradi bar diagnoz. Doktorlarimiz bir xil diagnoz qo'yadi. Bir xil diagnoz qo'yaveradi. Vivik aslida vivik mana shu golovkada mana shu oyoq turibdimi, shu chiqib ketsa, mana shu pampersni qisqanda mana shu bu yoqqa chiqib ketsa, shu vivik bo'ladi. Hozirgilar mana shuni qisib qo'yadi, golovka развиваться etmaydi. Mana golovka sustavni golovka bormi? Shu umuman yo'q yosh bolalarda. Shamollagandan o'smaydi, paydo bo'lmaydi. Men aytaman, Xudo xolasa lecheniya 2 ta 3 ta olasan, 5-6 ta olasan, 7 oydan keyin rentgenga tushaver desam, уже sabr chirmasdan 5 oyda tushib kelishadi, golovka bor. Bu Allohning qudrati. Bu doktorlar ham hayron, rentgenga qaraydi, ne может быть, kim qildi, qayoqda qildi deydi. Xudodan so'rasam, все может быть.